Va nihoyat mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Bir inson xafa bo'lishingizni bilsa ham ayni muomalani takrorlayversa, bu xato emas. Bilib turib sizni yo'qotish istagidir. Halol yo'l sekin bo'lishi mumkin, lekin hech qachon uyatli tugamaydi. Sasigan go'shtga tuz bekor. Bezbet yuziga so'z bekor. Ayol kishini, hurmatli ayollar, erkak kishini soyasi desak bo'ladimi? O'zini erinimi? Doim yonida bo'ladi. Unda ergashing, boshqarmang. Biz qancha boshqa. Lekin so'z egasini topadi. Kimga maza qildingiz? Izohlarda albatta javoblaringizni yozing. Asadullo, Shahlo, Malika yoki Akmal.